kulminatsion nuqtasiga keldik. Bosh suyagida sinish ko'rilmadi. Miya vazni deyilyapti. Miya vazni 1474 gramm bo'lib, miya qon tomirlari va miya to'qimalarida alohida kasallik yoki shikastlanishlar ko'rilmadi deyapti. Endi hurmatli o'rtoqlar, shu joyiga bu ekspertlar sani lo'q deb o'ylashi shekilli. O'shancha agarda esingizda bo'lsa, Feruza men sizga aytgan edimki, bu videolarning hammasini ham bularga taqdim qilishimiz kerak emas deb aytgan edim, esingizda bo'lsa. Ularga aynan o'sha videoni yubormagan edik. Mana endi bular bu yerda hozir aytayaptiki, miya vazni 1474 bo'lib, demak bular miyani vaznini grammini o'lchashgan, to'g'rimi? Lekin biza Nozimani o'sha boshini yuvayotgan videomizni biz politsiyaga taqdim qilmaganmiz-ku. Ular o'yladiki, bu narsa bizda yo'q deb o'yladi. Ya'ni bu yerda Nozimani hech qanaqangi miyasi olinmagan.